Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana keyingi pechkamiz Urgut tumani Sariqtepa mahallasiga qo'yildi. Yonishlari yopsangiz ovozi chiqmaydi-yu, keyin ochgan vaqtingizda ovoz chiqib o'tin yonishi yanada kuchayadi. Orqa tomonlari bemalol choynak, choy qaynab ovqatlarni ham pishirsalar ham bo'ladi. Uyimizning razmeri 4x4. Keyingi kaldor va uy egasi. Ichkamiz yo'qmi? Kimga kerak bo'lsa shunaqa pechkalar Instagram nomerlarga murojaat qila olasizlar.